Assalomu alaykum qizlar. Mana bugun kamzulga cho'ntak tikilishini ko'rsatib beraman. Cho'ntagimizni joyini belgilab, mana chizib olganmiz qizlar. Endi mana bizga cho'ntagimizni tayyor 14 cm, 17 ga 8 cm qilib mana mato kesib olamiz. Ya'ni ikkita bir xilda razmerdagi matoni kesib olamiz. Shuni birinchisini qizlar mana teng 2 ga buklab olib, cho'ntagimizni tikishni boshlaymiz. Mana shu holatda qizlar, chizig'imiz bu yerda ko'rib turibsizlar, ikkita chiziq turibdi. Bitta, birinchi chiziq, ya'ni ichkari tomondagi chiziqqa teng qilib qo'yib turib, mana belgilagan joyimizdan 1 cm tepaga 1 cm pastga tushib turishi kerak. Mana shu holatda tikib olamiz. Mana kelib turib, zakretka bilan tugatamiz. Mana bir tomonni tikib oldik. Endi qizlar ikkinchi tomonimizni buklangan holatda emas, ochiq holatda tikib olamiz. Chunki bu qalin mato bo'lganligi uchun qalin qo'pol bo'lib ketishini hisobga olib bir qavat qilib tikyapman. Endi qizlar mana shu birinchi tikkan tomonimizni shundoq bukamiz. Mana shu qayerdan to'g'ri kelsa qizlar o'sha joydan o'zlaringizga qulay qilib mana belgilab olsalaringiz bo'ladi. Mana qizlar mana shu holatda belgilab turib, shu belgilagan chokimiz ustidan tikib olamiz. Tikkanda qizlar tepa tomonimizdan bir xilda joyda kelib tugashi kerak, 1 xil santimetr oshiqcha qolishi kerak. Mana shu holatda mana tikib olamiz. Tugallanishi ham bir xilda tugallanishi kerak qizlar. Mana shunday qilganimizda ikkalasi bir xil joyga kelib tugallanishi kerak. Mana tikib oldik qizlar. Tikib oldik, mana bir xilda qilib, mana orqa tomondan ham ko'rishlaringiz mumkin. Bir xilda santimetrda qilib tikib oldik. Endi qizlar shuni kesib olamiz. Mana teng o'rtasidan orqa tomondan kesgan yaxshiroq, chunki yaxshi ko'rinadi. Tilcha hosil qilib olamiz. 1 millimetr qoldirib kesib olamiz. Bu tomonni ham xuddi shunaqa qilib kesamiz. Mana qizlar kesib oldik. Mana tilchalari hosil bo'ldi. Mana shu holatda bo'lib chiqadi. Endi qizlar buni o'nglab olamiz. O'nglaganimizdan keyin birinchi ichki tomonni, keyin tashqari qismini tiqib olamiz. Mana qizlar mana shu holatda cho'ntagimiz mana ko'rinishi. Endi shuni shundoq bukkan holatda qizlar, mana bu yerda tilchasi chiqib turadi o'zini. Shuni zakretka beraveramiz. Faqat chiqib turgan qismini. Mana bir tomonni zakretka berib oldik. Endi shundoq bukkanimizda ikkinchi tomonda ham mana burchak qism chiqib turibdi. Shu qismini ham qizlar zakretka beraveramiz. Mana cho'ntagimiz tayyor. Mana ko'rinishlari qizlar, ichkari tomoni ham. Endi faqat cho'ntagimizga mana cho'ntak xaltasini tikishimiz qoldi xolos. Mana orqa tomondan ko'rinishi. Mana shu holatda.